Amerika Tashqi ishlar ministrligi qarmog'idagi Dunyoviy jinoiy ishlar adliya ishxonasi 20 fevral kuni o'zlarining Twitter betida uchur yo'llab, Xitoy hukumatining Uyg'ur diyoridagi qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga javobgar ekanligini yana bir qatam eslatdi. Mazkur ishxonaning qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat masalalarida Amerika Tashqi ishlar ministri hamda uning muavin ministriga bevosita maslahat berishdek rolidan olganda, ularning bu qitimliq bayonotini Amerika hukumatining maydonini yana bir qatam ifodalaganligiga barobar deb qarashqimi bo'ladi ekan. Mazkur bayonot e'lon qilingandan keyin Twitter va boshqa ijtimoiy taratqularda ko'plab ham mahrlandi. Shundaqla har sahaning qizg'in olqishiga erishdi. Shuning bilan birga ba'zilar bu uchurni yuraklab bu nihoyatda yaxshi bayonot bo'pti. Bo'lsa amdi texmi ko'p amaliy va konkret harakatlar o'ttirg'a chiqsin deyishdi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika hukumati 2021 yanvarda dunyoda tunji bo'lib Uyg'ur diyoridagi siyosiy bostirishni irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandan buyon Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda bayonotlar e'lon qilgan. Shuningdek, ko'p qatimliq muxbirlarni kutilish yig'inlari va boshqa o'xshamagan so'rinlarda bu maydonni qayta ifodalab kelgan edi. Bayden hukumati davridami bu mavqe davom qilgan hamda bir qator jazo tadbirlar ijro qilinib, Uyg'ur diyoridagi majburiy emgak tetishlik tovarlar importiga cheklama qo'yilgan edi. Amerika hukumatining bu xildagi boshlamchilik roli tufaylidan bir qism Yevropa davlatlarimi Uyg'ur qirg'inchiligi haqida o'xshamagan qarorlarni va jazo tadbirlarini olgan edi.